Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Hozir taniqli shifokor, olima Oydin Solihning Haqiqiy tibbiyot kitobini audio shaklida e'tiboringizga havola etamiz. Ushbu loyihani Oydin Solihning xotirasiga bag'ishlaymiz. U kishining ilmi va tajribasi barchamizga foydali bo'lishiga ishonamiz. 4-qism. Yeyish va ichishda tartibga rioya etmaslik. Go'sht, tuxum, pishloq kabi proteinli taomlar oshqozonda uzoq vaqt hazm bo'ladigan ozuqalardir. Shirinlik va mevalar oshqozonda ko'p qolmasdan ichaklarga o'tib, birinchi hazmini shu yerda tamomlaydi. Suv esa oshqozonda vujud issiqligi darajasiga yetganidan keyin to'g'ridan-to'g'ri ichaklarga o'tadi. Demak, avval suv, keyin birga yemaslik sharti bilan meva yoki shirinlik, keyin salat va taom yeyish kerak. Ikki turli taom yeyilayotgan bo'lsa, yengil va suvlisini avval, og'ir va qurug'ini keyin yeyish kerak bo'ladi. Taomdan keyin meva yoki shirinlik yeyilsa, meva shirinlik hazmini tamomlash uchun ichaklarga o'tmasdan yeyilgan yemakka taqalib turib qoladi, chiriydi va gaz chiqaradi. Qur'oni Karimda mazkur tartibga rioya etish buyurilgan. O'zlari tanlagan mevalarni va ishtahalari tortgan qush go'shtlarini aylantirishadi. Voqea surasi 20-21 Ko'rib turganingizdek, bu oyatlarda meva go'shtdan oldin sanalgan. Yana bir oyatda va sizga shirinlik va bedanalar nozil qildik. Baqara surasi 57-oyat. Bu yerda ham holva, ya'ni karbohidrat shirinlik, bedanadan, ya'ni proteindan avval kelayapti. Ibn Sino ertalab non yeganlarga go'shtni kechqurun yeyishni tavsiya qilardi. Non va go'sht orasidagi vaqt shunchalik uzun bo'lishi kerak. Go'sht bilan nonni birga yeyish zarur bo'lsa, avval nonni go'sht suviga botirib yeyish va shundan so'nggina go'sht yeyish lozim. Taomdan keyin suv ichilsa, suv ichaklarga o'ta olmaydi. Oshqozonning kengayishiga, oshqozon kislotasining tarqalib zaiflashishiga, hazmning cho'zilishiga, oshqozonning qiynalishi va buzilishiga sabab bo'ladi. Taom orasida suv ichish to'g'ri emas, chunki ovqat yeb suv ichgan taomni yaxshi chaynamaydi. Yetarlicha chaynalmagan taom oshqozonga, ichaklarga va taloqqa zarar beradi. Taomdan 1,5-3 soat keyin suv ichish to'g'ri bo'ladi. Zotan 1,5-3 soat keyin oshqozonning hazmi tugayotgan payt tananing suv talab qilishi normal holat bo'lib, bu suv ichishning ayni vaqti hisoblanadi. A'rof surasi 31-oyatida yenglar, ichinglar, faqat isrof qilmanglar deyilgan. Bu oyatda ham iching buyrug'i yeng amridan keyin kelgan. Taom quruq bo'lsa, chaynab yutilgan har luqmadan so'ng bir yutum suv ichishning zarari yo'q. Xohlaganlar taomdan keyin bir qultum suv ichishlari mumkin. Eskirgan va isilgan taomlar. Yangi ko'kat, sabzavot va mevalar quyoshdan olgan quvvatga to'la bo'ladi. Yangiligida yeyilganda tanaga quvvat beradi va hazmi oson kechadi. Pishirilganda quyoshdan olgan quvvatni va tirik suvlarni yo'qotib, asliga, ya'ni tuproqqa va minerallarga aylana boshlaydilar. Suvini yo'qotgan ko'katning hajmi kamayib, minerallar hajmi ortadi. 1 kilogramm yashil pishirilmagan ismaloqni hech kim yeya olmaydi. Ammo 1 kilogramm ismaloqdan pishirilgan taom osonlikcha iste'mol qilinadi.
Bu mineral moddalar vujudda og'ir qoldiqlar paydo qiladi va muskullarda, a'zolarda, tomirlarda to'planib, ularni qattiqlashtiradi. Shu sabab pishgan ko'kat taomi o'rniga xom ko'kat yeyish, pishganini esa oz miqdorda yeyish to'g'ri bo'ladi. Taomni biroz sovutib yeyish kerak bo'ladi. Mikroblar insonni qolgan taomlarning tarkibini o'zgartiradi. Kutishi kerak. Taom isitilganda yangi kimyoviy aralashmalar yuzaga kelgani uchun isitilgan taomning foydasidan zarari ko'proq. Isitilgan taomning ta'mi o'zgaradi, hazmi og'ir kechadi, hatto hazm bo'lmasligi ham mumkin. O'zidan inson vujudiga zararli bo'lgan elektromagnetik to'lqinlar chiqargani uchun mikroto'lqinli pechlarni taom isitishda qo'llanishi ham zararlidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kechqurun qolgan, ertasi kuni isitilgan taomni aslo yemaganlar. Taom yeyishda bismillohning ahamiyati. Taomni yeyishga Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlamoq kerak. Taomga bismillah bilan boshlab, so'ngida alhamdulillah deganning dasturxondan turmasdanoq gunohlari kechiriladi. Tabaroniy. Bizning tanovul qilganimiz butun yemak va taomlarning 60-90% suvdan tarkib topgan. Bismillahirrohmanirrohim kalimasi taomlardagi suv tizimini mutassir etib, uni musbat energiya bilan to'ldiradi. Bu kalimalarning ta'siri taomning har zarrasida zohir bo'ladi. Yemak 3 ta hazmni kechib, 4-hazmga kelganda hujayralar bu yemaklardan zikr ishlab chiqaradi. Bismillahirrohmanirrohim kalimasi yemak yeyila boshlagandan tortib to zikr ishlab chiqishgacha butun jarayonni muhofaza qiladi. Uni osonlashtiradi. Taomni o'ng qo'l bilan yeyish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam taomni o'ng qo'lingiz bilan yeng, chap qo'li bilan shayton yeydi deganlar. Umar ibn Abi Salama deydiki, Payg'ambarimiz menga o'ng qo'ling bilan ye va oldingdan ye dedi. Muslim Ashriba 108-oyat. Taomni o'ng qo'l bilan yeyishning ma'nosi fikri ojizimizcha shu. Inson vujudi bir energiya manbai o'laroq magnitga o'xshaydi. Uning o'ng tarafi asosan pozitiv, chap tarafi asosan negativdir. Odam taomni o'ng qo'li bilan yesa, yemak pozitiv energiya ta'sirida bo'ladi va u vujud manfaati uchun xarjlanadi. Chap qo'l bilan yeyilgan yemak esa negativ energiya ta'sirida bo'ladi va u vujudning zarariga ishlaydi. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Kitobning to'liq qismi keyingi videolarda.